Make-up qilishni bilmaslikdan ham ko'ra eng yomonrog'i uni to'g'ri tozalashni bilmaslik. Hech qaysi penka yuzingizdagi poralarni gidrofilli maslachalik chuqur tozalab bera olmaydi. Lekin undan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzingizda yopiq komedonlar paydo bo'lishi mumkin. Yuzingizni quruq qo'l bilan gidrofilli masla bilan 5-10 daqiqa massировать qilgandan keyin suv bilan ham xuddi shunday massировать qilib yuvib tashlang. Keyin esa yuzingizda xuddi shunaqa komedonlar paydo bo'lmasligi uchun penka bilan yuzingizni yaxshilab ko'pirtirib yuving. Yuzni tozalaganda ko'pchilik qoshlar haqida unutadi, lekin bu ham keyinchalik qosh tagida ugrilar chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Penkadan keyin yuzingiz qurib ketmasligi uchun esa uni обязательно увлажнять qilish kerak. Bu uchun esa men Lagom brendining toner pedlaridan foydalanaman. O'zim 2 hafta davomida ishlatib ko'rib, endi sizga bemalol tavsiya qila olaman. Yuzingizni chuqur namlantirib, qizarishlarni ketkazadi va minerallar bilan boyitadi. Oxirgi eng muhim etap esa namlantiruvchi krem. O'zining yengil teksturasi tufayli nafaqat kechqurun, balki kun davomida baza sifatida pot makiyaj surib yurishingiz mumkin. To'g'risini aytaman, meni yuzim shu vaqtgacha hech qachon bunaqa yaltiramagan. Ishonmasangiz 2 hafta oldingi videolarimni ko'rishingiz mumkin. Ana endi bemalol uxlasam ham bo'ladi.